Assalomu alaykum. Ismim E'zoza, yoshim 22 da. Xo'p, hozirda Mastonomet klinikasiga asosan menda allergiya bo'lgani uchun va ortiqcha vazn muammolari bilan keldim. Xo'p, bu yoqqa kelishimdan oldin hozir menda 10 yoshimdan boshlab ortiqcha vazn, ana shu gormonlarni noto'g'ri ishlashi, ko'proq gormonal muammolar, allergiya asosan bitta aksirganda 5 ta, 10 ta aksirish. Xo'p, bundan tashqari yuzga qizil toshmalar, shunaqa holatlar bo'lgan. 10 yoshdan boshlab juda ham ko'p muammolar bo'lgan. Bular erta bo'y o'sishi to'xtashi va hayz vaqtli kelgan, 10 yoshimda kelgan. Bu ham aynan ana shu endokrinolog doktorlarning xatolari bilan bo'lgan. Erta hayz bo'lishidan oldin ham menga endokrinologlar tomonidan dori berilgan. Hozir esimda yo'q. Uteroxmida shu 10 kun kelgan.